Homilador bo'lishni qiyinlashtiruvchi sabablar. Keling, buni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, o'ziga kerakli ma'lumotlarni oling va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qanaqa sabablar bor homila bo'lmaslik? Birinchi o'rinda bizning hayot tartibimiz. Agar siz vaqtli uxlamasangiz, kech uxlasangiz, doimiy stressda yursangiz va uning natijasida siz semirishni boshlasangiz, sizda tuxumdonlaringiz ishlamay, multi tuxumdonlar yoki polikistoz bo'lib qolib va sizda ovulyatsiya bo'lmasligi sababli homiladorlik kechikadi. Keyingi sabablar onalarimizga bu murojaat farzandinglarni, yosh qizlarni vaqtida hayit siklini belgilamaslik va tomog'i tez-tez shamollab, og'rib va siydik yo'llarida qandaydir kasalliklar buni e'tiborlikka olmaslik, vaqtida davolanmaslik sababi tuxumdonlarga buni zararini o'tkazadi va homiladorlik bo'lishiga qiyinlashadi yoki hayit siklini buzilib ketadi yosh qizlarimizda. Bu ham ikkinchi sabablardan bo'lishi mumkin. Uchinchi sabablar hozirgi kunda juda ham ko'p yeyotgan ovqatimizga be'tiborlik qilyapmiz. Ko'p ayollarimiz fast food, gazli ichimliklar, shirinliklar, ayniqsa asabi chiqqanda men shirinlik yegim keladi, o'zimni to'xtata olmayman deyishadi. O'sha sababli sizda metabolik o'zgarishlar bo'ladi, modda almashinuvi, yog' almashinuvi va buning negizida ham o'sha semizlik yotadi va siz semirishingiz natijasida hayit siklingiz to'xtab qolishi mumkin yoki bir oyda 2 marta kelishi mumkin. Uning ketidan asabiylik va hokazo boshqa kasalliklar qo'shilishi mumkin. Xo'p, keyingi kasalliklar tuxumdonlarda o'tkazilgan har qanday ginekologik operatsiyalar ham homiladorlik bo'lishga qiyinlashtiradi. Chunki agar sizda deylik kista yorilib ketsa, apopleksiya bo'lib, ekstreniy siz operatsiyaga yotib xirurg, chunki siz sog'lig'ingizni, sizni salomatligingizni saqlab qolish uchun balki o'sha kistani tuxumdonni yarmini olib tashlagan bo'lishi mumkin yoki butunlay olib tashlagan bo'lishi mumkin. U ham ikkinchi tuxumdonga nagruzka bo'lib, siz homilador bo'lishga qiyinlashib olib keladigan omillar. Keyingi omillar bu gormonal buzilishlar. Bular boqodiy gormonlar, tetiq gormonning oshib ketishi yoki erkaklik gormonining oshib ketishi, testosteron va boshqa gormonlarning oshishi, kortizol, shu kabi bular ham homilador bo'lishga qiyinlashtiradi va siz homilador bo'la olmaysiz. Va keyingisi kamqonlik. Hozirgi kunda juda ham ko'p uchraydi ayollarimizda kamqonlik. Ba'zilar o'sha vaqtida ovqat yemaydi yoki o'sha kaloriyasi boy ovqatlar, vitaminlar yemaganlik sababli, kamqonlik sababli sizda o'sha gormonal buzilishi va qonda o'sha sintez bo'lmasligi sababli sizda ovulyatsiya bo'lmaydi va homilador bo'lishga qiynalasiz. Xo'sh, sizda agar homiladorlik bo'lmayotgan bo'lsa, o'sha yuqorida aytib o'tgan bir qancha sabablar sizda bo'layotgan bo'lsa, sizda shunaqa o'xshagan shikoyatlaringiz bo'lsa, albatta ginekologga kelishingiz keraksizlar. Chunki har qanaqa kasallikni oldini olish kerak. Chunki oqibatini, uni asoratini davolash juda ham qiyinroq. Agar sizda hayzingiz siklingiz kechikyaptimi, ovulyatsiya bo'lmayaptimi, homilador bo'lmayapsiz uni ketidan va siz doimiy stressda, asabiylikda yuryapsizmi, albatta ginekologga kelasiz, kerak bo'lsa endokrinolog, kerak bo'lsa boshqa mutaxassis shifokorlarga ham tavsiya qilamiz va komanda bo'lib ishlanib, sizni homilador bo'lishga tezlashtiradigan o'sha omillarni bartaraf qilganimizdan keyin tezlashadi va siz homilador bo'lasiz. Va eng asosiy unutmasligimiz kerak, erkaklik faktor ham rol o'ynaydi. Agar xo'jayiningizda spermogrammasida o'zgarishlar bo'lsa, ayniqsa aktivligi pasayib ketsa, u ham to'sqinlik qiladi homilador bo'lishingizga. Qabulga kelish uchun pastki raqamlarga qo'ng'iroq qiling.